Siz Yusuf ismining ortida qanday ulkan ruhiy quvvat va sirlar yashiringanini bilasizmi? Qadimiy Ibroniy tilidan kirib kelgan bu ism Alloh ziyoda qiladi yoki ko'paytiradi degan chuqur ma'nolarni anglatadi. Yusuflar tabiatdan tug'ma lider va o'ta irodali insonlardir. Ular har qanday qiyinchilikni sabr bilan yengishda dunyoda tengsiz sanaladi. Psixologik nuqtai nazardan bu ism egalari juda kuchli intuitiv sezgiga va mantiqiy fikrlash qobiliyatiga ega. Ularning tashqi ko'rinishi ko'pincha ichki dunyosining go'zalligini aks ettiradi. Sirli fakt shundayki, Yusuflar xiyonatni aslo kechirmaydilar, lekin adolat qaror topishi uchun oxirigacha kurashishdan to'xtamaydilar. Ular qorong'u zulmatdan nurga chiqa oladigan najotkor xarakterga ega. Yusuf ismli insonlarga ushbu videoni yuboring va ularning naqadar qadrli ekanligini eslatib qo'ying.